Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda mehmonlari, shunchaki kanalimizga e'tiborni qaratgan tomoshabinlarimizga kirib kelgan yangi 2026-yil qutlug' kelsin. O'ylangan, ko'zlangan rejalar, orzu maqsadlarni ro'yobini bersin ilohim. Demak, siz Yandex Taxi O'zbekiston YouTube kanalidasiz. Kanalimiz orqali Yandex haydovchilari uchun, qolaversa foydalanuvchilar uchun kerakli ma'lumotlar taqdim etib boriladi. Albatta, kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Soat 10:17 metan zapravka tomon yo'l olyapman, lekin zo'ri do'stlar, mana avtobus haydovchilari o'z smenasida ish faoliyatlarini olib borishmoqda. Bugun 1-yanvar bo'lishiga qaramasdan, dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan xizmatda bo'lganlar, albatta ularga alohida rahmat. O'tgan galgi metan zapravkadan 140 km masofa yurganmiz, polni balon qilingan holatda. Hozir ko'ramiz. Taxminan shu 50-60 kilometrlik masofamizga yetadigan gazimiz bor, lekin shunday bo'lsa-da, ish smenamizni metan to'ldirish bilan boshlaymiz. Mana 3-kolonkaga kirib keldim va ko'rib turganingizdek bo'sh. Chunki hamma dam olyapti. 1696, ya'ni 92 ming so'mga gaz zapravka qilib oldik. Endi esa yuramiz. Kassa apparat hech qayerda ishlamayotgan ekan. Mayli, to'g'ri tushunamiz. Va endi 1-yanvar, menimcha hisobot ketyapti shekilli. O'zlari ham shunaqa deyishdi. Va bismillahirrohmanirrohim deb ishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Shu ayni damda soat 10:24 Toshkent bo'ylab 0 val probka, ya'ni probka yo'q. Yuqori koeffitsient darajasi 29500. Hozir esa o'sha chekkada turibmiz. Mana bunga nima deysiz? Chorvoqqa borar ekan 74500 koeffitsient bilan beryapti. Yo'q, men Chorvoqqa borish niyatda emasman. Ya'ni borgan bilan yana qaytib kelishda obratnaga klient bo'lmaydi. Yaxshi pulga borishingiz mumkin, lekin qaytish muammo bo'lishi mumkin. Yana minus tomoni, bu tomonlarda qor yoqqan. Probegni 0 ga tenglashtirib oldim. Yangi zapravkadan keyin va birinchi mijozga qarab yuryapmiz. Ko'chadagi harorat tablodagi ma'lumotga qaraganda 3 daraja. Yomg'ir yo'q, lekin bulutli. Birinchi buyurtma do'stlar, 4 kishi chiqdi, uning ustiga ikkita bola. Yana 10 daqiqa kuttirishdi. 10 daqiqaga 10 ming so'm yozdi xolos. O 10 daqiqani ichida men bularni keltirib qo'yib, yana yangi zakazga borgan bo'lar edim. Shuning uchun bizda shu kutish masalasida sal nevigitni, ayni paytda nevigitni, ya'ni narxlar oshib turgan paytda kimnidir qayerdadir kutib turish, ya'ni platniy ajdani pullik kutish kerak emas. Undan ko'ra zakaz bajargan foydaliroq. Yana bir ma'lumot, meni tabriklashingiz mumkin, ya'ni serebrodan, kumushdan yuqoriroq darajaga erishdim. B nuqta ko'rinadi. Nima deb o'ylaysiz? Zolotami yo platinami? Buni video davomida aytaman. Aniqrog'i video so'ngigacha tomosha qilsangiz albatta aytaman va qanday qilib B nuqta ko'rinishi mumkin, bu haqida ham ma'lumot beraman. Hozir esa keyingi mijozga qarab yuryapmiz. Betonkadaman. Xo'p, alhamdulillah, mana shunday kunlarga yetkazgan yaratganga shukr. Poputchik beryapti mana shu paytda, tag'in 3 kilometr. Afsuski, men turgan joyda narx pasayib bormoqda. 4,5 ming koeffitsient bilan navbatdagi buyurtma yuramiz. Shundoq kuzatsangiz, deyarli har bitta uyda
bitta mashina bor. Mana shu paytda hamma uyda-yu dam olish payti. Asosiy hamma shu mashinasi. Mana hammani uyda deyarli bittadan mashina bor, ko'z tegmasin. Ko'p qavatli uylar atrofi esa odatdagi mahallalardan-da ko'ra avtomobillar bilan gavjumroq. Kechki paytda ko'rinmas ekan, kunduzda mashinalar ko'pligini sezyapman. Попутчик tarifida, yo'l-yo'lakay tarifida taksi buyurtma qilib, uzoq kuttirish yaramaydi. Sababi unda kutish kam va bemalol atmen qila oladi. Haydovchi atmen qila oladi, uni reytingiga bu ta'sir qilmaydi. Shuning uchun iloji boricha siz yo'l-yo'lakay tarifida taksi zakaz qildingizmi, tezroq chiqishga harakat qiling. Chunki попутчик degani sizdan boshqa yana kimnidir olib borishi kerak degani. Попутчикni kutdim, uni ustiga tor yo'lakda kutdim, ikkita mashinani o'tkazib yubordim. Ularni o'tkazib yuborish uchun bo'sh joy qidirishim kerak. Xullas, energiya yo'qotasiz. Va nima desa bo'lar ekan? Shunaqa, uni alohida o'zini yo'l-yo'lakay tarifini o'zini alohida qoidalar bor. O'sha qoidalar bo'yicha ishlaganingiz yaxshiroq. Hozir esa zakaz olish uchun, yangi zakaz olish uchun mana shu yerga parkovka qildim. Ko'pchilik Yandex foydalanuvchilari yo'l-yo'lakay, ya'ni попутчик tarifda buyurtma qilayotganda mana shu narsalarga ahamiyat berishmaydi. Shunchaki narxini ko'rishadi, eng arzoni qaysi, o'shaning ustidan bosishadi, keyin 2-3 kishilab chiqishadi. Bu juda ham noto'g'ri. Be'tiborlik juda yomon. Haydovchi shunchaki kelmaydi, nechidir kilometrdan yetib kelishi mumkin sizgacha. Kelsa 2 kishi, 3 kishi. Tabiiyki sizni olib bormaydi, chunki sizdan tashqari yana kimnidir olib borish kerak bo'ladi. Tarif shunaqa, попутчик. Yo'l-yo'lakay. Bir kishi chiqsa, to'pa-to'g'ri zo'r. Ba'zida istisno qilamiz, ona bola chiqishsa, bola qo'lida bo'lsa, mayli deymiz, ko'z yumamiz. Keyingi buyurtma 11.000, 3 kilometr borishim kerak. A nuqtagacha 3 kilometr, mana 209, 6 daqiqa ko'rsatyapti. Shu kimni hisobidan? Shu o'zimizni cho'ntagimizni hisobidan. Haydovchi hisobidan. Bolalarni men ham yaxshi ko'raman. Lekin qo'llarida chupa-chups, yana nimadir shirinliklar bilan shundoq tegnishadi. Oyna ham bechara menga tegma deb baqirgisi keladi-yu. Vau! Mijozga keltirib qo'ydim, mana ketyaptilar. Xo'sh, soat 13:16. Bunday paytda uygacha yetib olishim kerak. Soat 2da tushlikka kiraman. Shuning uchun damoy rejimini yoqamiz. Mana damoy va yaqin joyda ekanmiz. Poyexali. Mayli, berganiga shukr qilamiz. 14.000 ga koeffitsient 3 daqiqa. Yaxshi, zo'r. Soat 17:05. Kechki 5 va biz kechki smenani boshlaymiz, xudo xolasa. Imkoniyatimizga qaraymiz, kayfiyatimizga qaraymiz va xalqning xizmatiga yana kirishamiz, xudo xohlasa. Xo'sh, 78 kilometr hozirgi paytgacha masofa bosganmiz. 2 ta nuqtamiz qolibdi. Tushlikdan keyingi birinchi qisqa masofali zakaz. Xudoga shukr, bir nuqtamiz ko'rinyapti. Dekabr oyida juda ham qiynaldim, sababi kumush darajasida edim va yaxshigina ball to'plab mana bir nuqta ham ko'rinyapti. Padelam, ya'ni ish bilan degan rejim 2 marta taqdim etiladi kun davomida, sutka davomida. Bu yaxshi. Soat 18:49. Xo'sh, chekkaga chiqib qoldim. Shahar chekkasiga, mahallalar orasida yuribman, sang'ib. Va hozir marshrutni shunchaki koeffitsiyenti bor joyga belgiladim. Shunchaki marshrut emas.
padelam emas, aniqrog'i shunchaki marshrutni belgiladim. Endi hozir koeffitsiyenti bor joyga kirib, padelamni shahar markaziga qo'yamiz. Soat 18:59, 19 xullas, soat kechki 7. Hozir taxminan shu 6-7 kilometr koeffitsiyent bor joyga kirib keldim. Qarasam, o'sha sentrga, markazga yo'l olaman deb belgilamoqchi bo'lsam, markazda koeffitsiyent o'chgan ekan. Shuning uchun shaharni bu tomonidan bu tomoniga belgiladim. Yana koeffitsiyenti bor joyda yakunlaymiz va xudo xohlasa, undan keyin yana koeffitsiyent olib pastga tushamiz. Bundan oldingi videolarimda ham aytib o'tganman. Hozir sal-pal narxlar qimmatlashgani hisobiga mijozlarimiz norozi bo'lib, na tuzoro salom, na xayr. Shunaqa. Bu 5-6 kundan keyin narxlar tushib 9 ming, 10 mingga borgan payti, 12 mingga borgan payti birov sana nima darding bor? Mashinangga qanaqa zapchas kerak? Nima xarajatlaring bor? Moyingga nech pul ketyapti? O'zingga nech pul ketyapti? Metaningga, to'plivanga mana buncha pul qancha ketyapti degan savol hech kimni qiziqtirmaydi, do'stlar. Mana shunaqa. Mayli. Ochig'i, smenani boshidan beri har ikkinchi buyurtmamiz bolalar bilan bog'liq. Kamida 2 bola bordi. Har ikkinchi zakazimizda shunaqa holat. Do'stlar, hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. Mana shu palkani oldim. Ko'ryapsizlarmi? Qancha qo'yishim kerak? Mana bu yog'i tepada joylashgan, mana bu yoq tepada joylashgan. Mana shu va xo'l tomoni pastda joylashgan. Shuni olib kelib turdimda, shot tushib ketdim. Mashinaning chirog'i ham eng qizig'i. O'shani yoritmadi. Shunga hozir mana shu narsani qo'ydim hozir. Shu balon bilan tushib ketdim, do'stlar. Yaxshi ham menda diska emas, litium emas, saka diska emas. Mana bu qayrilib qolishi mumkin, lekin diskaga ta'siri kam. Balonga, shinaga ta'siri kam, rezinaga. Mana bu qayrilib qolishi mumkin, pachag'i chiqishi mumkin, lekin buni to'g'rilasa bo'ladi. Lekin mana bu saka diska bo'lsa, ya'ni litium bo'lsa, bu imkonsiz. Mana buni teshadi. Do'stlar, soat 20:26, uyga kirishga to'g'ri kelib qoldi. Garchi narxlar qimmat bo'lsa-da, lekin yakunlashga majburman. Ertalabdan xudo xolasa vaqtli 6:40 da olishni reja qilyapman. Xudo xolasa inshaalloh. Buning uchun vaqtli kirib dam olishimiz kerak. 168 kilometr masofa bosib o'tganmiz. Gryazda, xo'p, 16 ta buyurtma amalga oshirganmiz va kechagi videoga o'xshab bugun ham 6 soat taxminan liniyada bo'lganmiz. Xarajat esa kechagiga o'xshagan 80 minglar atrofida gaz sarfi bo'lgan. Shunaqa o'zingiz uchun minus qilib olasiz. Va tabriklashingiz mumkin, men endi zolotodaman, reytingim zoloto. Bu menga nimalar beradi? Ko'proq buyurtma boshqalarga nisbatan va B nuqtam ko'rinadi. 22 ballgacha. 22 balldan tushsa, B nuqtam ham mendan olib qo'yiladi. Men bunga umuman ishonmayman. Sizning o'sha muammolaringiz boshqalarga nisbatan tezroq hal qilib beriladi deyiladi. Men bunga umuman ishonmayman. Hamma el qatori bizni ishimizni ko'rib chiqadi. Xo'sh, mana bu ballarimiz. 21 mana komfort. Qancha ko'p komfort tarifida zakaz amalga oshirilsa, mana komfortga 50 ball beradi, bu 21 ball. Mana komfort shunaqa. Va mana shuni hisobiga mana 481 ball to'plaganman bugunning hisobiga 1-yanvar holatida. Va xudo xolasa mana shu 10 mingga yetib borsa, platinaga boraman. Hozir esa men zolotodaman. Platina bilan zolotani deyarli farqi yo'q. Farqi faqat o'sha prioritetni oshishida. Ya'ni sizga zakaz berishda. Farqi shunda. Nima uchun unda platina bermadi desangiz, mana 485 ta reytingim. Agar shu turi 9 dan oshsa edi, unda platina berardi. Mana bu esa meni prioritetim. Mana 45 ga chiqdi.
Zamechani bor. Kuzovda salgina pachoq bo'lgan joyi bor, shuning uchun zamechani bergan fotokontrolda. Qolgani esa mana shunaqa ko'rinishda. Shunaqa do'stlar. Xo'p, keyingi videorolikda yana ko'rishamiz. Juda qiziqarli, zo'r suhbatlar va albatta oddiy taksichining bir kunlik real hayoti kanalimizda yoritib boriladi. Ba'zi bir obunachilarimiz to'g'ri yozishibdi. Nega shuncha mehnat, obunachilar kam? Albatta bunda sizdan faollik so'rab qolaman. Mehnatimizni to'g'ri baholaysiz, like bosib, boshqalarga ham ulashasiz degan umiddamiz. Keyingi videorolikda yana ko'rishamiz do'stlar. Rahmat.